Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Shuur har narsaga qodir kitobimizni talablarga binoan o'qib davom ettirishni boshlaymiz. Tasavvur qiling, o'sha odam siz bilan suhbatlashib, sizga maslahatlar bermoqda. Bu usul 1996-yilning yozida juda mashhur bo'lib ketdi. O'shanda Bob Woodward Hillary Clinton, o'sha paytdagi AQSh prezidentining rafiqasi, tarixda o'tgan Eleanora Roosevelt bilan xayolan suhbat qurganini aytganda, bu usulni u Camp Davidda ham olayotganda mashhur adiba va olimi Jen Houstondan o'rgangandi. Bu usul juda sodda bo'lib, hayolotingizni, fikrlari va maslahatlari siz uchun qadrli bo'lgan odamlar bilan suhbatlar o'tkazish uchun ishlatishdan iborat. Jen Houston teleboshlovchi Larry Kingni ham uning ustozi, kelgusida yulduzga aylangan Artur Godfrey bilan xayoliy suhbat qurishga ruhlantirgandi. Bu ish Larry Kingning shousida to'g'ridan-to'g'ri efirda ushbu usulning soddaligi va samarali ekanligini namoyish etish uchun millionlab tomoshabinlar ko'z o'ngida amalga oshirilgandi. Korporatsiyalar, ma'muriyatlari va professional sportchilar bu usuldan intuitsiya va ruhlanishni kuchaytirish uchun foydalandilar. Bu ish beradimi? Keling, Napoleon Hill aytgan so'zlarga e'tibor beraylik. Hill Fikr yurit va boy bo'l kitobining muallifi. U ko'zga ko'rinmas maslahatchilari bilan xayoliy qanday suhbat o'tkazganlarini aytib bergandi. Hill Abraham Lincoln, Andrew Carnegie va Henry Ford kabi hayoti va faoliyati unda katta taassurot qoldirgan 9 nafar kishini tanlab oldi. Tunda uyquga yotishdan oldin u ko'zlarini yumardi va u bilan birga yig'ilishlar, stol atrofida o'tirgan bir guruh odamlarni tasavvur qilardi. Bu xayoliy uchrashuvlarda Hill passiv kuzatuvchi bo'lib qolmasdi. Suhbatlarda men shunchaki o'zim uchun buyuk bo'lgan odamlar orasida o'tiribgina qolmasdim, balki rais sifatida bu guruhni boshqarardim, deydi u. Hill bularning bari uning tasavvurida ro'y berganligini va u o'sha odamlar bilan suhbatlariga unchalik ham ishonmaganligini alohida ta'kidlasa-da, xayoliy suhbatlar paytida yuzaga kelgan fikr mutlaqo real edi va ular uni sarguzashtlar va boylikning ajoyib so'qmoqlariga olib chiqqandi. Ushbu tizimdan foydalanib, u mijozlar bilan barcha muammolarni muvaffaqiyatli hal qilgandi. Shu usul unga benihoya boyib ketishga yordam bergandi. 6. Quduqni to'ldiring. Bu siz o'zingiz haqingizda qayg'urishingiz, o'z kuchingizni chamalashni o'rganishingiz, ish hamda dam olish vaqtlarini yanada samaraliroq taqsimlashingiz kerakligini anglatadi. 21-asrda ish va dam olish o'zaro mutanosib bo'lmog'i talab etiladi. Qadimiy hikmat bor: agar kamon tinimsiz tarang turilsa, sinib ketadi. Bu hikmatni rad etish sog'liq uchun zararlidir. O'z ijodiy mayllarini tan olish orqali ichki ilhomni rag'batlantirish mahorati tug'iladi. Shodonlik va xilma-xillik eng yaxshi rag'batlantiruvchi vositalardir. Dunyodagi ko'plab muvaffaqiyat qozongan odamlar yirik kashfiyotlarga tafakkur yuritish va qayta baholash uchun vaqt topganliklaridan keyin erishganliklarini aytadilar. Buni tushunish qiyin emas, chunki hech narsa qilmaslik bilan band bo'lish sizning shuuringiz, ijodiy aqlingizni bor kuchi bilan oldinga intilishga majbur qiladi. Deyarli doim ajoyib yangi g'oyalarning tug'ilishi bekorchilik paytlariga to'g'ri. Quduqni to'ldirish bu standart shaklda emas, shodonlik bilan fikr yuritish demakdir. Qandaydir g'ayrioddiy, noan'anaviy rag'batlantiruvchi ish qiling. Kundalik ish yumushlardan ortib, o'zingizga sovg'a uyushtiring. Yangicha ish yoki hobbi bilan shug'ullaning. Chang'ida uchishmi, rasm chizishmi, shisha buyum yasashmi, osmonda uchishmi, suv to'pi o'ynashmi yoki bog'bonlikmi, nima bo'lsa bo'lsin, faqat sizning qudug'ingizni to'ldirsin va sizga ozuqa bo'lsin. Rag'batlantirilgan va ruhlangan shuur mayda-chuydalardan, taqiqlardan charchagan holatdagiga qaraganda yangi g'oyalarga chanqoqroq bo'ladi. Agar bunday bekor vaqt sarflayotganingizdan hijolat bo'lsangiz, yodga oling, siz quduqni to'ldirmoqdasiz. Shaxsiy uyg'onish davri.
Yevropada 16-asrning birinchi yarmidan boshlab intellektual va badiiy uyg'onish davri boshlandi. O'rta asrlardagi tanazzuldan so'ng yuzaga kelgan ijodiy ko'tarinkilik davri oltin asr yoki Renessans deya ataladi. Bu Leonardo da Vinci, Michelangelo va Rafael ijod qilgan davr edi. Kristofer Kolumb Amerikani kashf etgan, Vasco da Gama Hindistonga yo'l ochgan, Cortes Janubiy Amerika qirg'oqlariga tushganda yevropaliklarning tasavvurlari va dunyoqarashlari kengay boshladi. Ilm-fan qayta tug'ilgandek bo'ldi. Kopernik yer quyosh atrofida aylanishini kashf etdi. Chop etish stanogi ixtiro qilindi. Bu davr beqiyos intellektual yutuqlar va san'at asarlari asri bo'ldi. Yangi g'oyalar, yangicha madaniyat odamlar ongi o'sishiga xizmat qildi. 21-asr siz o'zingizning essensingizni uyushtirishingiz mumkin. Shu kungacha insoniyat tarixida hech qachon inson bu darajada xilma-xil g'oyalar, o'zgarishlar va muqobil yo'llar hujumiga duch kelmaganda, yangi yo'llar, usullar jo'shqinlik bilan hayotimizga kirib kelib, turmush tarzimizni o'zgartirib yubormoqda. Ko'pincha bu ulug'vor istiqbol bizni toliqtirib, tushkunlikka tushirib qo'yadi. Aslida esa bunday bo'lmasligi kerak. Shuurimiz yangi voqelikni muvaffaqiyatli o'zlashtiradi va ochilayotgan imkoniyatlar haqida xabar beradi. Ijodiy mayllar bu muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun kerakli ko'nikmadir. Baxtimizga bu tug'ma qobiliyat bo'lib, uni rivojlantirish mumkin. Uyg'ongan ijodiy ruh oddiy intuitsiyadan ko'ra ancha kuchlidir. Bu har kun duch kelinadigan muammolarni noyob, noan'anaviy usulda hal etish, kundalik tashvishlardan va odatiy qoliplardan yuqori turish, qalbimizda doimo mavjud ko'tarinkilikdan foydalanish va noodatiy o'y-fikrlarga amal qilish qobiliyatidir. Shaxsiy uyg'onish sizni kutmoqda. Ichki ijodiy muhitni kashf eting va undan foydalaning. U hayotingizni quvnoq sarguzashtga aylantiradi. 15-bob. Muammo yo'q, faqat imkoniyatlar bor. Kim aytadi, omad nima, omadsizlik nima? Hikmat. Ko'pchiligimiz hech qanday muammolar bo'lmaydigan, hamma narsa hal qilingan va hayotimiz mukammal hamda to'liq bo'ladigan kunni orzu qilamiz. Lekin muammolar mavjudligimizning muhim va zaruriy qismi sanaladi. Biz ulardan qochishimiz emas, balki ularning mohiyatini anglashimiz kerak. Hech narsa tasodifan ro'y bermaydi. Biz koinotning bir qismimiz. U doim bizga muayyan belgi va ramzlar yo'llaydi. Ular ko'pincha muammo ko'rinishida bo'ladi. Hayotingizning qaysidir jabhasida nimadir muammo yuz berdimi, bu shunchaki tasodif emas. Bu anglashingiz kerak bo'lgan ishoradir. O'zingizga savol bering. Bu muammo menga nima demoqchi? O'y-fikrlarim haqida xabar bermoqchimi? Umidlarim haqidami? Xatti-harakatlarim to'g'risidami? Balki muqobil yo'llarni ko'rsatmoqchidir. Yoki hayot tarziga ishora etmoqdami? Bu muammo menga nima deyishga urinmoqda? E'tibor bilan boqing va yaxshilab o'ylab ko'ring, balki haqiqiy sababini toparsiz. Agar doim o'zingizga rahmingiz kelaversa yoki murakkab vaziyat yuzaga kelganda tushkunlikka tushadigan bo'lsangiz, o'zingizga yo'llangan muhim xabarni bila olmay qolaverasiz. Alximik bo'ling. O'rta asrlardagi alximiklar oddiy metallarni tillaga aylantirish yo'lini izlab butun umrlarini sarflashgan. Bu yo'lda qanchadan-qancha vaqt, qancha mablag' behuda sarf bo'lgan. O'rta asrlar alximiyasi omadsizlikka uchrashdi. Uning tarafdorlari noto'g'ri yo'ldan borishgan. Haqiqiy alximik kundalik vaziyatlarni oltinga aylantirish sirini, har qanday vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini o'rganadi. Muammolar va qiyinchiliklardan farosatning chuqurlashuvi uchun tramplin sifatida foydalanadi. Asl alximik muammolar aslida mavjud emasligini, balki rivojlanish uchun qulay imkoniyatlar borligini tushunadi. Muammo degan tushuncha yo'q, faqat imkoniyatlar bor. Inson o'z kuchiga ishonsa va har bir vaziyat zamirida yotadigan imkoniyatlarni izlashga kirishsa, bas hayratga solarli bilimlarni qo'lga kiritadi. Tafakkurning olg'a boshlovchi kuchlari nomli seminarlarimga kelgan Margaret Kelly bir kun ishida shu tamoyilni qo'llab ko'rdi.
U yirik xususiy shifoxonaning direktori bo'lib, 2 yordamchisi bilan mingdan ziyod bemorlarning kundalik ishlariga rahbarlik qilardi. Agar yordamchilardan birortasi kelmay qolsa, ish og'irlashardi. Kunlardan bir kun ikkala yordamchi og'rib, ishga chiqmaganda uning holi nima bo'lganligini tasavvur qilavering. U avval vahimaga tushibdi, keyin muammo degan tushunchaning o'zi yo'q, faqat imkoniyatlar borligi yodiga tushibdi. Qani o'sha imkoniyatlar? Margaretni shu savol qiziqtiribdi. Margaret shu paytgacha ishni yordamchilar orqali boshqarib kelganligini va amalda qo'l ostida ishlaydigan xodimlari bilan tanish emasligini payqadi. O'ziga o'zi debdi: bu imkoniyatdan boshqa xodimlarni yaqindan bilish uchun foydalanaman. U kun davomida shu paytgacha hech bevosita uchrashmagan xodimlari bilan ko'rishibdi, suhbatlashibdi. Ularning xavotirlari, qiyinchiliklari bilan tanishibdi. Bu esa odatdagi majburiyatlarni yanada samarali bajarish usullarini topishda qo'l kelibdi. Keyinroq menga Margaret Kellining o'zi aytgandi. Kun ajoyib imkoniyatga aylandi. Men ko'p narsalarga erishdim. Agar Margaret muammo tushunchasiga o'ralashib qolganida, bunday murakkab vaziyatni afzallikka aylantirib yubora olmasdi deb o'ylayman. Unda katta qiyinchilikka uchradim tushunchasi muammoning o'zi yo'q, faqat imkoniyatlar bor tushunchasiga o'zgardi. Bu esa ajoyib natijalarga sabab bo'lgan yangicha yondashuvlarni sinab ko'rish imkonini berdi. Nancy Spencer bilan ilk bor tanishganimda u juda murakkab ahvolda edi. Uni eri tashlab ketgan. Nancy qo'lida 3 nafar yosh bolasi bilan qolgandi. Puli yo'q, biror kasbning boshini ushlamagan, kelajagi qop-qorong'u edi. Bir qaraganda Nancyning boshiga hal etib bo'lmas tashvish tushgandek edi. U esa muammolar yo'qligini, faqat qulay vaziyatlar borligini esladi. Ammo ular qani? Uning izlanishlari bir haftadan ziyod davom etdi. Alal-oqibat u o'z imkoniyatini topdi. O'ziga bir olam savollar berib tushundi. U doim kimgadir bog'liq bo'lib kelgan ekan. Oldin ota-onasiga, keyin eriga. Nancy o'zini juda ojiz baholagani sababli nima qilish kerakligini doim birovlardan so'rab kelgan. Endi to'liq tushkun kayfiyatda, ko'rinishidan ilojsiz holatda o'ziga va'da berdi. O'zi va bolalari hurmati Nancy ahvolini yaxshilash va dadil hamda muvaffaqiyatli ayolga aylanishga qaror qildi. Ushbu tanazzulni kuchli, mustaqil shaxs bo'lish uchun tramplin sifatida qabul qildi. Nancyga ushbu kitobda keltirilgan qoidalarni o'rgatishdan mamnun edim. U tirishqoq, tinglovchi edi. O'ziga yuqori baho berish, tushunchalarni o'zgartirish va vazifalarni bajarish ustida g'ayrat-shijoat bilan ishladi. U ko'z o'ngimda o'zgardi. Men uning oddiy qora ishchidan o'zining gullarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi kompaniya egasiga aylanganligini kuzatib bordim. Bugun u baxtli, muvaffaqiyatli, o'ziga ishongan ayolga aylangan, oqko'ngil va halol insonga turmushga chiqqan. Ular birgalikda baxtli hayot kechirmoqdalar. Bularning bariga sabab Nancy muammolar imkoniyatlarning manbai ekanligiga ishongani bo'ldi. Hayotda alximik bo'ling va har bir vaziyatni qulay imkoniyatga aylantiring. Unutmang, biz noliydigan vaziyatlarning ko'pchiligi aslida o'sishimiz va rivojlanishimiz uchun zarur bo'lgan bo'ladi.